Tak, men alimentni MIB undirib bera olmayapti. Qo'limda 4 ta bola bilan sarson sargardon yuribman. Ajrimga ham ariza bermayapman, qo'limda pul tushmayapti. Shunaqa holatlarda nima qilsam bo'ladi? Singlim deymi, opam deymi? Bilasizmi nima qiling? Bitta ruchka olasiz. Uyda o'tiribsa, ruchka olasiz. MIBga topshirgansiz. Majburiy ijro byurosi undirib bermayapti. Arizani yozasiz, majburiy ijro byurosiga ustiga yozasiz. Menga palonchi palonchiyevdan shuncha aliment undirilishi kerak. Shu alimentni vaqtida bermayapti. Unga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik javobgarligiga tortishingizni so'rayman deb atruki, unaqa qiyin narsa ham emas. Atruki yozasiz. Majburiy ijro byurosi kim ijrochi bo'lsa, o'shani ism familiyasini olasiz, yozasiz. 15 kun uzog'i bilan, to'g'rimi? 15 kunda sizga javob berish kerak. Javob bermadim, uni ustidan boshlig'iga yozasiz. Mana shunaqa yozuvdim. Javob bermayapti. Mana uni javobgarlikka tortishingizni so'rayman, ijrochini ham javobgarlikka tortishingizni so'rayman. O'sha qarzdorga o'sha aliment to'lamayotgani. Ma'muriy javobgarlikka tortishingizni yoki jinoiy javobgarlikka qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Yozing. U ham ko'rmayapti. 15 kun o'tdi, u ham javob bermayapti. Viloyatga yozasiz. Shunaqa. Xuddi shunga o'xshagan. Prokuraturaga yozasiz. O'zi вообще-то ikkita jo'natavering. Bu yoqqa yozasiz, u javob bermaydi. Birinchi MIBga yozganingizdan keyin u javob bermagandan keyin srazu uni boshlig'iga o'sha shahar prokuroriga ketdi. Keyin viloyatga, u ham javob bermayapti 15 kundan keyin boshlig'iga yozasiz. Buni ham yana prokuraturaga yozasiz. Shunaqa qilib yozing. Обязательно mana 3-4 marta yozsangiz bo'ldi, обязательно qiladi u narsani. Просто biz yozmaymiz-da. Osmondan nimadir tushishini kutib o'tiramiz, kimdir mo'jiza yuz berib qolarmikin deb. Endi yozishi bor. Singlimiz, opamisiz bilmadim. Qarang, yozgandan keyin boringda kserokopiya qildirib oling. Qo'lingizda yozdingiz-a? Kserokopiya qildirib oling. Kopiyasiga borib, MIBga borib turib arizani topshirganingizda kopiyasiga qo'l qo'ydirib oling. Palonchi kuni, palonchi vaqtda oldim deb. Ana keyin uni ustidan yana yozayotganingizda yana qo'l o'shani ilova qilasiz. Mana bunda bergan edim. Lekin menga hali ham javob bermadi deysizda. Uni ham kserokopiyasini olib olasizda, bu turadi. Kserokopiya birinchi berganingiz, to'g'rimi? O'zingizda. Prosta uni kserokopiya qilib turib, bunga ilova qilib berasiz. U topshirganingiz bo'yicha bunga ham qo'l qo'ydirib olasiz. Bo'ldi, ikkita joyga topshirganingiz aniq sizda dalili turibdimi? Prokuraturaga ham xuddi shunaqa. Siz topshirganingizdan keyin обязательно o'zingizda bittasini ilova qilib turib, qo'l qo'ydirib oling. Chunki siz ertaga yana murojaat qilishingiz mumkin. Nimaga? Chunki ularning ustidan ertaga prokuraturaga yana bitta narsa bilan murojaat qilishingiz mumkin. Aytasizki, O'zbekiston Respublikasini jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida qonun bor. Shu qonunni buzgani uchun bularni huquqbuzarni topib, mansabdor shaxslarni, ya'ni ijrochi, davlat ijrochisi, uni boshlig'i bor. Xohlasangiz prokuror ham javob bermayapti sizlarga, to'g'rimi? Uni ham ustidan yozib Gen prokuraturaga berishingiz mumkin. Va mana shunaqa qilsangiz, sizni ish qilagan ishlaringiz ko'payadi, ko'rinadi birinchidan. Keyin yana 3-chi narsaga nima berasiz? Ombudsman bor, to'g'rimi? Ombudsmanlarga yozing. Endi ombudsman o'tdan sekin bularga xat chiqaradi. Yana detskiy, yana bolalar ombudsmani bor. Bolalar ombudsmaniga yozing. Qiladigan ishingiz o'tirib olib, yozib, tarqatib o'tirish. Xat bilan berib yuborish. O'zingiz bora olmasangiz, yana bitta yo'li bor. Xat borasizda, zakaznoy xat qilasizda, pochtaga berasiz. Zakaznoy xat qilib olib qoladi. Va u kvitansiya chiqarib beradi sizga. Haqiqatda pochtadan jo'natilganligi to'g'risida. O'sha kvitansiyasini olasizda, mana kserokopiya, o'sha ariza yozgan arizangizni kserokopiyasini tepasiga qistirib qo'yasiz, olib qo'yingiz va dokument. Endi undan ham oson yo'li bor. Hozir pm.gov.uz degan portal bor. Shu portalga yozsangiz ham bo'ladi. Shunga o'tirib olasiz, agar telefoningiz bo'lsa, telefondan ham yozsangiz bo'ladi. O'shandan ham yozsangiz bo'ladi.
Mana mana shu narsalarni qilsangiz sizga undirib beriladi. Endi nima uchun mana undirish uni pulim yo'q deyotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi qarzdor? Pulim yo'q, nima qilsang qil, to'lamayman deyotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa paytda Majburiy ijro byurosi unga nisbatan demak birinchi navbatda birinchi martasida 2 oylikdan oshiq to'lamagan bo'lsa, demak huquqbuzarlikka qonuniy chora ko'rib turib, uni ma'muriy javobgarlikka tortish kerak. Bir. Ana u ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin ham yana to'lamayaptimi? Demak, unga yana 1 oy 2 oy o'tgandan keyin yana ariza yozing, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Jinoiy javobgarlikka tortilgandan keyin sizda bitta imkoniyat bo'ladi. Siz o'sha qarzdorlikni 30 million bo'ladimi, 40 million, 50 million bo'ladimi, davlatdan undirib olishga imkoningiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta narsaga yana e'tibor bering. Yaqinda bitta xato qilganini ko'rdim. Ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy sud ko'rib chiqyapti-da, ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha ish ko'rib chiqyapti-da. Ma'muncha zarar yetkazilgan, ma'muncha qarzdorligi bor deb belgilab beryapti. Jinoyat sudiga chiqqanda uni deyapti, ma'muncha yetkazilgan o'sha anaqasi qarzdorligi deyapti jinoyat sudi. Sudyani qarang. Aqlli zo'rligini. Yetkazilgan zarari uchun bu javobgarlikka tortilgani uchun zararni yo'q qilib yuboramiz va boshqatdan ma'muriy javobgarlik tortilgandan keyin boshqatdan noldan qarzdorlik hisoblab chiqib, demak jinoyat sudida qarzdorlikni kamaytirib ko'rsatish holatlari ham bo'ladi. Bu eng qo'pol va noto'g'ri narsa. Chunki qilingan qilmish uchun berilayotgan jazo umuman boshqa narsa. O'rtadagi qarzdorlik u jazoga umuman aloqasi yo'q. U jazoga tortiladimi, tortilmaydimi? U qarzdorlik turadimi bo'ynida to'lamaguncha. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Jinoyat sudidan hukm chiqqandan keyin hukmda yozadi, ma'muncha moddiy shu qarzdorligi bor deb yozadi va jazo beradi. Bilmadim, jazo 1 yilga qamoq qamaydimi yoki shtraf qiladimi, boshqa qiladimi, jazo beradi. O'sha jazo bergandan keyin hukmni olasizda, o'sha undirib bermayotgan majburiy ijro byurosiga borib ariza yozasizda, davlat fondidan menga aliment qarzdorligini qoplab ber menga deb ariza yozasiz. U ko'rib chiqadi, sizga to'lab beradi. Keyin davlat o'zi undirib oladi. Davlat qanaqa undiradi, qamaydimi, boshqa qiladimi, o'zi kelishib olishadi davlat bilan. Tushundingizmi? Siz pulingizni olib olasiz. 30 million, 40 million, 50 million, 70 million nech pul bo'lsa, sizga undirib beradi. Men bu bo'yicha yana alohida video qilaman. Kanalga yozilib qo'ysanglar, alohida podrobniy qanaqa qilib, nima qilish kerak hammasini ko'rsatib ketaman. Javobim shu hozircha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.